Har bitta ayolning kun davomida qiladigan o'zini ishlari bor. Uy tozalash, bola qarash, ovqat tayyorlash va shunga o'xshash ishlari bor. Shundan oshinib, telefon yordamida ham ishlashingiz mumkin. Uy yumushlaringizni qilib o'tirib, TikTokda har xil behuda videolar ko'rishning o'rniga biz bilan onlayn sistema orqali ishlab, uydan chiqmasdan shunaqangi oyliklar olishni xohlasangiz, profilda WhatsApp silka bor. Shu silka orqali bog'laning, biz sizga ishlash yo'llarini o'rgatamiz.